Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, do'stlar, Xudo xolisi 2024-yil Westminster savollarini ko'rishni boshlaymiz. Xudo xolisi. Hop, faqat rozi bo'lasiz, o'zbekchasi bo'ladi, o'zbekcha varianti bo'ladi. Qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilamiz. Hop, demak boshlaylik. Birinchi misolimiz. Uchburchak shakli berilgan ekan. Bu uchburchakning ichki burchaklarini topib berilgan. Hamma rozimi kerakmi? Demak boshlaylik. Birinchi misolimizda uchburchak shakli ekan. Uchburchagimiz quyidagicha ekan. Va uning bitta burchagi haqida ma'lumot berdi. Bitta burchagimiz 4x ga teng. 4x deb qo'ydik. Va ikkinchi masala, uchdagi burchagimiz 5x ga teng. Va mana bu burchagimiz 3x ga teng bo'lgan ekan. O'zi eslab qoling. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi nechaga teng bo'lishi kerak? Shuni kelib ko'ramiz. Hamda qoida eslab qolamiz. Uchburchak shakllarni 3 ta burchagini bir-biriga qo'shsam 180 gradusni berishi kerak. Tushunarlimi? Qaytaraman. 3 ta burchagini bir-biriga qo'shadigan bo'lsam nechini berish kerak ekan? 180 gradus. Ertaga misol uchun sizlarga berib qo'yishim mumkin. Bu yoqni 7x qilib qo'yadi. Bu yoqni misol uchun 8x, bu yoqni 10x qilib qo'yish mumkin. Shu uchalasini qo'shganimizda nechaga tenglashimiz kerak ekan? 180 gradus chiqishi kerak. Hamma tushungan bo'lsa. Prosta ertaga qanaqa bo'ladi? Savollarda mana 4x emasda boshqacha x bo'lib keladi. Lekin qolib o'sha bir xil. Uchalasini qo'shadigan bo'lsak, nechaga teng bo'lishi kerak ekan? 180 gradus. Bitta burchagimiz necha x? 4x ekan. Ikkinchi burchagimiz 5x bo'lgan ekan va uchinchi burchagimiz 3x ga teng bo'lgan ekan. Va uchalasini bir-biriga qo'shadigan bo'lsak, qiymat nechaga teng bo'lishi kerak ekan? 180 gradusga teng bo'lishi kerak ekan. Ikkinchi masala, mana bu x larni bir-biriga qo'shsam, jami nechta x bo'ladi? Jami hop 9 ta 3 tani qo'shsak 12 ta x bo'ldi va barobar nechaga teng? 180. Bilamizki 12 bilan x o'rtasida nima bor? Ko'paytiruv belgisi bor. 12 nari yaqin nima bo'lib o'tadi? Bo'lish bo'lib o'tadi. Demak, bundan kelib chiqadi x barobar deymiz. 180 taqsim necha bo'ladi? 12 ko'rinishda bo'ladi. Hamma rozimi shu gapimga? 180 ni 12 ga bo'lsak, 15 degan javob chiqishiga rozimisizlar? Yo, tushunmadim. Agar qiynaladigan bo'lsangiz, shuni solga shaklida 180 nechiga bo'lamiz? 12 ga bo'lamiz. 18 dan ichida nechta bor? Bitta bor deymiz. 1 kira 12 nechiga teng? 12 ni o'ziga teng. Demak, 18 dan 12 ni ayiradigan bo'lsa nechi qoladi? 6. Yordamga 0 tushsa 60 dan ichida nechta bor deymiz? 5 ta bor deymiz. Demak, 5 kira 12 qancha 60 deb beradi. Demak, hisob kitob necha bo'lgan ekan? X ning javobi necha? Ko'pchilik nima qiladi? X topadi, variantlar qayerda? Eng qizig'i x ni javobini topdik. Bizdan nima so'ragan? Bizdan burchaklarini so'raydi. Tushundinglar? Burchakni topishimiz uchun bu x ni olamizda olib borib qo'yishimiz kerak. Mana bu x larga. Tushundinglar gapim? Demak, bu x ni mana bu x ga olib kelib qo'ysam, 15 ni necha ko'paytirishim kerak? 4 ga 15 ni 4 ga ko'paytirsam, bilamizki necha chiqadi? 60 chiqadi. Demak, bitta burchak 60 gradus bo'ladi. Mana bu burchakni topish uchun x ni necha ko'paytirish kerak? 15 ga 5 ga. X imiz necha chiqqan? 15. 15 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsam nechaga teng bo'ladi? Hop, keyingisi 75 bo'lgan ekan. Bundan keyingisi 15 ni bu yerga olib kelib qo'ysam, bu uchi necha bo'lgan? Bu uchi hop 45 bo'lgan ekan, siz rozimisizlar? Endi variantdan sortirovkasi o'zgargan bo'lishi mumkin. Quyidagicha variant. Adashmasam, avvalida turibdi ekan. Birinchi eng katta 75 ga yozib qo'yishdi, keyin 60 da, keyin 45 ga yozib qo'ydi. Tushungan bo'lsangiz. Demak, qoida o'zimiz uchun bilib qo'yaylik. Uch burchakning ichki burchaklar yig'indisi necha gradus chiqishi kerak ekan? 180 gradus chiqishi kerak. Savol yo'qmi? Xo'p, ikkinchi masala. Ikkinchi masalada shart aytdiki, agar t kichkina bo'lsa nimadan qo'yibdi? Noldan. Faqat nima qarang. Ikkinchi masalada, xo'p, agar t imiz kichkina bo'lsa noldan va bizdan so'ragan t ning nimasi? Kvadrati ayrilgan 2 ta t va minus 35 deb qo'ydik. Barobar nechiga? 0 ga. Xo'p, t ning mumkin bo'lgan qiymatini toping. Diqqatni e'tibor bering. T imiz 0 dan kichkina deb qo'yibdi. Tayyor, o'zimiz bilgan kvadrat tenglamanmi? Faqat t ga bog'layman. T ni chiqadi javob. V7 ishlata olamizmi, ishlata olmaymizmi? Ya, ustoz topingiz, V7 o'zi nima degani? O'quvchi bilmaydi, o'quvchi ham tushunish kerak-da, harakat qilish kerak. Nima qiladi? Oxirida necha turibdi? Diqqat bilan qaranglar. 35 turibdi, to'g'rimi? Shunaqangi kara jadvalga ajratinglarki, qo'shganimda yoki ayirganimda mana bu yerga 2 ni bersin. Qaytaraman. Shunaqangi kara jadvalga ajratishimiz kerak. Qo'shganimda yoki ayirganda 2 ni berish kerak. Necha kira necha deb ko'ramiz? 7 kira 5 deb tursam bo'ladimi? Qo'shganimda yoki ayirganda 2 ni yasasa bo'ladimi? Endi ikkinchi masala. Ikkalasini qo'shganinglarda bizga mana bu t ni oldida turgani qarama-qarshisini berish kerak. T ni oldida necha degan son turibdi? Minus. Qarama-qarshisi necha? Plus 2 bo'lish uchun qaysi biriga minus qo'yish kerak? Qaysi biriga minus qo'yamiz? 5 ga minus qo'yamiz. Ikkalasini qo'shsam, rostdan ham nechaga teng bo'ladi? Qo'shsam plus 2 ga teng bo'ladi. Ko'paytirsam necha bo'ladi? Minus 35 bo'ladi. Hozir topgan ikkita javobimiz nimalarning javobini topdik?
T'larni javobini topdik. T1 bo'lgan, bu nima bo'lgan? T2 bo'lgan. Endi ustoz qaysi birini javob sifatida olamiz desa, bizga ma'lumot aytib qo'ygan. T kichkina nimadan deb qo'ygan? Qaysi biri noldan kichkina? Birinchisimi, ikkinchisimi? Ikkinchisi. Demak, javob sifatida shu ikkinchisini olishimiz kerak ekan. T kichkina ichini olib ketamiz. -5 ni olib ketyapmiz. Xo'p, variantda davom etaylik. Eng qizig'i qarang. 7 ni ham bor ekan, 7 ni ham qo'yib qo'ygan. O'quvchi mana narsaga e'tibor bermasa, T kichik 0 ga e'tibor bermasa, nechini olib qo'yadi javob sifatida? 7 ni ham olib qo'yish mumkin. T 0 dan kichkina deb aytib qo'ygan o'zlarini oldin. Tushundinglar gapni? Demak, xulosa, T2 javob chiqdi. Ertaga sizlarga katta deyish mumkin. Katta deydigan bo'lsa, shunda nechini olamiz? 7 ni olamiz. Kichik deganligi uchun -5 oldik. Tushundinglar gapni? Xo'p, keyingi masala. Koordinata berib qo'ygan ekan, ko'rgan bo'lsanglar, mana funksiya ekan. Chizma berilgan ekan. Bilamizki, mana bu x o'qidi, mana bu qaysi o'q? Y o'qidi. 3-masala. Xo'p, bizga koordinata berib qo'ygan. 3-4 va keyingisini necha ekan? 7-7. Xo'p, A degan nuqtamiz bor ekan. 3 ga 3 deb qo'yibdi va ikkinchi masala B degan nuqtamiz bor ekan. 3-4. 3-4. Keyingisini necha ekan? 7-7 deb qo'yibdi. 7-7. Bu nima? Shu ikkita nuqta orasidagi masofani topib ber deyaptimi? Orasidagi masofani topishimiz kerak. Diqqat e'tibor bering, bitta ish qilsanglar. Mana shu nuqta haqida ma'lumot berilgan. Har doim eslab qolinglar. Birinchi x ni javobi turadi, keyin y ni javobi. Tushundinglar? Mana bu x ni javobi, mana bu y ni javobi. Sal o'zi ham haydab ko'rgansizlar, mana bu x o'qi, mana bu qaysi o'q? Y o'qi. Mana shu nuqtani olib, qaysi nuqtada joylashganligini bilish uchun x nechi bo'lgan? 3, y nechi bo'lgan shu payt? 4 bo'lgan. X o'qidan 3 ga tegsangmi? Mana 1, 2, 3 ga temashyapmi? Y nechi bo'lgan o'shanda? 4 bo'lgan. Tepaga eslayman. 1, 2, 3, 4. Ikkalasini tutashtiraman. Buni bu yoqqa tutashtiraman. Bunisini bu yoqqa tutashtiradigan bo'lsam, mana bu nuqta haqida ketyapti. Mana bu nuqta haqida ketdi. Ikkinchi masala, keyingi masala. Diqqat bilan qarang. Xo'p, ikkinchisi mana bu nuqta 4 degan nuqta, mana bu nechi edi? 3 degan nuqta. X 7 bo'lganda y necha? Tasavvur qiling, 7 mana shu yerda, mana 7 bu yerda, mana bu 7 mana bu yerda. Ikkalasini tutashtiraman. Buni bu yoqqa qarab tutashtiraman. Bunisi bu yoqqa qarab ketadi. Ikkalasini tutashgan joy mana shu nuqta bo'lyaptimi? Shu ikkita nuqta orasidagi nimani topib beryapti? Masofani topish kerak. Diqqat bilan e'tibor bering. Mana bu masofani topishimiz kerak. Mana shu orasidagi mana shu masofani topishimiz kerak. Hamma rozimi? Shu masofani sizlar bilan x deb tursam bo'ladimi? Shu x ni topishimiz kerak. Diqqat bilan e'tibor bering. Nima ish qilamiz? Ikki usulda ishlasa bo'ladi. Birinchi usulda ko'raveramiz. Diqqat bilan e'tibor bering. Mana bu pasini shunday tepaga olib to'ldirib qo'yibman. Mana to'ldirib qo'yibman. Pasidan bunday tortib oldim. Tushundinglar gapni? Savol sizga, mana shu orasidagi masofa nechi bo'lsa, mana bu yerda ham xuddi shunga tengmi? 3 bilan mana bu yerda 7 bor. Orasidagi masofani topish uchun nima ish qilamiz? 7 dan 3 topib tashlaylik, shunda nechi bo'ladi? 4 bo'ladi. Demak, mana bu nuqtadan mana bu nuqtagacha bo'lgan masofa 4 bo'lganmikan? Hamma tushundingmi shu gapni? Ikkinchi masala, mana bu orasidagi masofa kerak, tepalik. Mana tepalikdan bitta pastga tikka tushirib olaman. Tikka tushiradigan bo'lsam, bu masofaning nechiligi mana bu orasidagi masofaga tengmi? Buni orasi 7 dan 4 ga aytsam nechi bo'ladi? Bu tomoni 3 bo'lgan ekan. Bu o'zi aslida qanaqa turdagi 3 burchak desa, to'g'ri burchakli 3 burchak. Maktabda eshitgan bo'lsangiz kerak. Pifagor degan tushuncha bor. To'g'rimi? Pifagor nima deyiladi? Ikkita katetni kvadratlari yig'indisi gipotenuzani kvadratiga teng degan qoida. Tushundinglar gapni? Mana bu burchak necha gradus? 90 gradus. Shu 90 ni ushlab turgan ikkita tomon bu katet deyiladi. Va shu katetlarning kvadratlari. Birinchi katetimiz necha turibdi? 4 ning kvadratiga qo'shgan deydi. Ikkinchi katet necha? 3 ning kvadrati gipotenuza nima bo'ladi? Gipotenuza o'sha 90 ning qarshisidagi tomon bo'ladi. 90 ning qarshisida nima turibdi? O'sha x ni kvadratiga teng degan Pifagor chiqarib qo'ygan formula. Demak, mana bu 4 ning kvadrati bu 8 mi 16 mi? 16 degani. Mana 16 ga qo'shamiz. 3 ning kvadrati necha? 9 teng x ning nimasiga? Qo'shsam necha bo'ladi? Demak, x kvadrat teng 25 bo'lib qoldi. Nimani kvadratiga 25? X barobar ko'pchilik plus minus 5 deydi, to'g'rimi? Lekin masofa minus 5 bo'la olmaydi. Chunki minus 5 metr demaymiz hayotda. 5 metr deb olamiz yoki 7 metr deb olamiz. Demak, ikkalasining orasidagi masofa necha bo'lgan ekan? 5 bo'lgan ekan deb javob. Sizlar to'xtang hisoblaydi. Men geometriyadan umuman xabarim yo'q. Geometriya o'tmaganman. Menga geometriyasiz ishladim. Hop, ikkinchi masala. Hop, bitta formula bor. Ikkita nuqta, mana bu birinchi nuqtamiz, mana bu nechinchi nuqta? Ikkinchi nuqta. Ikkita nuqta orasidagi masofani topish bitta formula. Qaytaraman. Mana shu ikkita nuqta orasidagi masofa bor, o'sha masofani topish formulasi bor. Aytadiki, o'sha x ni topish uchun barobar deydi. Ildiz ostida x 1 dan ayirasam x 2 ni deydi va ustiga qo'l yozib kvadrat qo'ysam.
qo'shilgan dedi. Qo'ls ichida y1 dan ayirasan y2 ni dedi. Qo'ls qo'ysang kvadrat qo'ysan. Mana shu ikkita nuqta orasidagi masofa. Aytaraman, ikkita nuqta orasidagi nima ekan? Masofa ekan. Ustoz, x1 x2 nima dedi ko'pchilik? Mana bu birinchi x, mana bu x2. x1 x2. Chunki y1 y2 bo'ladi. Formulaga qo'yamiz, qarang. Ustoz savol dedi. Buni x1 deymanmi, buni x1 deyman. Qizig'i yo'q. Qaysi biri qulaysan? Kattasini x1. Kattasini x1 desam, kichigi x2 bo'ladimi? x1 dan x2 ni ayiraman. 7 dan ayiraman nechini? 3 ni. 7 dan 3 ni ayirsam nechi bo'ladi? Diqqat bilan e'tibor beringlar. Ildiz ostida 4 ning nimasi faqat? Mana chunki x1 minus x2 kvadrati bor-da. Tushundinglar? Davomida nima ishora turibdi? Plus y dan y ni ayir. 4 dan 7 dan 4 ayirsam nechi? 3 ning nimasi bo'ladi? Kvadrat. Mana ildiz tagida. Diqqat bilan qaranglar. 4 ning kvadrati nechi? 9 3 ning kvadratichi. 16 ga 9 ni qo'shsa. Ildiz ostida 25 dan necha degan javob chiqadi? 5 degan javobimiz chiqargan. Mana o'sha x ning javobi necha chiqqan? 5 degan javob chiqdi. Boya ham necha chiqqan? 5 chiqqan. Qaysi biri qulay bo'lsa o'ziga yozing. Tepa degan joy murakkab emas. Pastdagi yoki qoidadan kelib chiqdi. Endi qoida har doim esdan chiqib qolaveradi. Esda qolaveradi. Shuning uchun tepadagi ma'lumot sifatida aytib ketdim. Ana shunday gap. Demak, o'zingizlar yana o'qitgan shaklda boshqacha savol berish mumkin. Mana sonlarni o'zgartirib qo'ygan bo'lish mumkin. Shu qolipga o'xshab tushib qolsa shu tartibda ishlasizlar. Tushundingizmi? Xo'p, keyingi masala. Xo'p, 4-misolga o'tdik. 4-misol aytdiki, koordinata x-ligining x-ligidagi bir to'g'ri chiziq bosh nuqtada o'tadi va uning xo'p, mana aytgan masalani sekin tushuntirib keta qolish shaxsan bir to'la. Nechinchi masala edi? 4-misol. 4-misol aytdi. Bitta funksiya bo'lgan ekan, bitta funksiya bo'lgan ekan. O'sha funksiya 0 degan nuqtadan o'tib ketadi. Qattan bildik 0 degan nuqtaga. Shartda aytib qo'ygan. Koordinata boshidan o'tib ketadi. Qarang, mana qilyapti. To'g'ri chiziqqa to'g'ri chiziq bo'lgan. Y barobar kx plus b degan to'g'ri chiziq bo'lgan. Y barobar kx plus b degan. Xo'p, ikkinchi masala aytib qo'yibdiki, koordinata boshiga nisbatan o'tib ketadi desa, x ham y ham 0 degan nuqtadan o'tadi degan masala. Qaytaraman, mana bu gapni. To'g'ri chiziq funksiyasi o'z aslida to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi. To'g'ri chiziq mana bu nuqtadan o'tib ketadi. Mana shu nuqtadan o'tib ketadi. Mana shu nuqtada x ham y ham necha bo'lgan? 0 bo'lgan. Shuning uchun ham mana 0 degan nuqtadan o'tadi. Qaytaraman. Koordinata boshidan o'tib ketadi deydi. Koordinata boshidan o'tib ketadi. X ham y ham nima bo'lgan ekan? 0 dan o'tib ketadi ekan. Prosta sizlarga aytmayapti-da, 0 dan o'tadi deb aytib qo'ymayapti. Shuni qog'oz ko'rib aytyapti. Koordinata boshiga nisbatan o'tadi. Va ma'lumot sifatida aytib qo'yibdiki, burchak koeffitsiyenti 2/3 ga teng ekan. Burchak koeffitsiyenti nima degani? Mana bu k haqida ma'lumot ekan. Va k haqida ma'lumot ekan. K imiz teng ekan 2/3 ga 2/5 ga teng bo'lgan ekan. 2/5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, variantlardan qaysi biri shu nuqtadan o'tadi deb qo'ydik. Bu nima degani? Xo'p, hozir birinchi biz sizlar bilan original funksiya qanaqa bo'lganligini topib olsak. O'zi original funksiya qanaqa bo'lgan? Mana bu x, mana bu nimasi deb kelishdik? Y deb kelishdik. Mana bu k ni javobi. Diqqat bilan e'tibor bering. X bilan y ga olib qo'yaman. X bilan y ga olib qo'yadigan bo'lsam, bundan kelib chiqadiki, y ga necha olib qo'yamiz? 0 barobar. Mana bu k ga necha olib qo'yamiz? 2/5 ko'paytirilgan x ni o'rniga necha olib qo'yamiz? 0 plus nima turibdi? 1 turibdi. Savosdagi. Mana buni ko'paytmasi qizig'i bormi, yo'qmi? Baribir nechaga teng? 0 ga teng. Bundan kelib chiqadi b nechaga teng bo'lib qoladi? B-imiz 0 ga teng bo'lib qoldi. Demak, b ning qiymati topildimi? Shu funksiya topildi degani. Y barobar k nechaga teng? 2/5 yozasizlar. 2/5 x ga tengmisizlar. B necha chiqdi? Plus 0 deyishim shartmi, shart emasmi? Shart emas. Demak, original funksiyamiz quyidagicha bo'lgan ekan. Qaytaraman. Agar kimdir funksiya o'tmagan bo'lsa, qolip nima bo'layotganini yodlasin. Shunga o'xshagan tushunadi. Tushundinglar? Qolip yodlasanglar nimadir bo'ladi, zotda. Yo'ldan ko'ra. Hop, ikkinchi masala. Quyidagi variantlardan qaysi biri bo'ladi, qaysi biridan o'tadi deb qo'yibdi. Xo'p, misol uchun A varianti nima turibdi? A variantimizda ko'rgan bo'lsanglar kerak. Xo'p, 2/5 turibdi, ko'rdinglarmi? Mana bu. A varianti 2/5 deb qo'yibdi. Xo'p, B varianti nima turibdi? B variantimizda 1/5 deb qo'yibdimi? 1/5 deb qo'yibdi. Xo'p, C variantimizda 5/5 deb qo'yibdi. 5/5 deb qo'yibdi. D variantini necha qo'yib qo'ygan? 10 deb qo'ygan. B variantini 10 to'g'ri degan. Xo'p, bu nima degani? Ikkinchi masala.
variantda turgan narsalar o'zi aslida mana bu x ni javobi, mana bu y niki, mana bu x, mana bu y niki, mana bu x, mana bu y niki. Xuddi shu holatda bu ham x, bu ham y. Nima demoqchi? Shu funksiyanga x ga 2 qo'ysang, y ni javobi 5 chiqadi. Qaytaraman. Shu funksiyani x ga 2 qo'ysang, javobi nechta chiqadi? 5 chiqadi. 2 ni olib ko'raman, x ni olib. 2 ni olib kelib qo'ysam, 2 kere 2 necha bo'ladi? 4 taqsim necha? Y ni javobi 4 taqsim 5 chiqdi. Bizda necha chiqadi deb qo'ygan? A variant xato bo'lgan. Tushundingmi? B'ga o'tamiz. X ga 1 qo'ysam necha chiqadi deyapti? 5. X ga 1 olib ko'raman. 1 ni ko'paytirsam 2 taqsim 5 ga baribir necha qoladi? Bizda 5 chiqadi deb qo'ygan. Xato gapmikan? Demak, B variantdan xato bo'lgan ekan. C ga o'taman. X ga 5 qo'ysang, y ni javobi necha chiqdi? 5 chiqadi. 5 qo'ysam bu 5 bilan pastdagi 5 nima qiladi? Y ga necha chiqadi? 2. Bizda necha chiqadi deb qo'ygan? 5. Bu ham o'yindan chiqdi. Demak, 100% qaysi bo'lgan? D ni isbotlaymiz endi. O'zi D ligi aniq, isbotlab ketamiz. X ga 10 qo'yamizmi? Tasavvur qilinglar. 2 taqsim 5 ko'paytirib 10 turibdi. 10 bilan mana bu 5 ni qisqartirsang 2 qoladimi? Mana bu 2 bilan 2 ni ko'paytirsang, как раз y ni javobi necha chiqadi? 4 chiqadi. X ga 10 qo'ysam 4 degan javob chiqara oldim. Qaysi variant o'rnini bo'lgan ekan? D bo'lgan ekan, bu javob berasiz. Ma'qul? Hozir bo'lasizlar. Xo'p, keyingi masalamiz. Biz aytdikki, 5-misolda shu n ning qanday qiymatida 0 ga teng bo'ladi deb qo'ydi. Xudo xolisa to'g'ri tarjima qilayotgan bo'lsak, mana bunaqa shart berib qo'yibdi. Hop, 5-masalada mod minus deb qo'yibdi. Modulda n plus 3 deb qo'yibdi. Teng nechaga deb qo'yibdi? 0 ga teng qo'yibdi. Birinchi masala bu modulga tenglar. Bilamizki, o'zi logikani ishlataylik. Mana bu hisob-kitob 0 ga teng bo'lishi kerak. 0 bo'lish uchun n nechini olish kerak? N'imiz nechini olish kerak? Logikani ishlatib ko'raylik. N'imiz minus 3 olish kerak. Minus 3 ga 3 ni qo'shsam necha bo'ladi o'zi? 0 chiqadi. Modulda necha chiqadi? 0. Endi minus 0 plus 0 degan gap yo'q. Bu baribir 0 qoladi. 0 0 ga teng bo'ladi. Shuning uchun n'imiz nechini olish kerak ekan? Minus 3 ni olish kerak ekan. Meni sal logikani ishlatib o'tdik. Tushundingmi? Chuqurlashib o'tiramiz. Hop, keyingi masala. 6-misol. 6-misolimiz javob ma'lum emas ekan. 6-chi ishlasa bo'ladigan misollardan bittasi. 6ni mana shu qismda olamiz. 6-masalada chizma berilgan ekan 6da. Boshqacha bo'lib qoldi, boshqa misollar yozdirdim. Hop, qarang, mana chizma berilgan ekan. Hop, bitta to'g'ri chizib qo'ygan ekan. Bitta mana to'g'ri chizib qo'ygan ekan. Va ikkita funksiya bir-biri bilan kesishgan. Mana bitta bu yoqqa o'tib ketgan. Hop, ikkinchisi mana buni o'tib ketgan ekan. Bu yoqqa o'tib ketdi. To'g'ri boshlanib quyidagicha bo'lgan ekan. Va ikkinchi masala hop, mana 8x minus 1 ekan. Mana bu nuqtamiz 8 ta x minus 1 ga teng ekan. Va bu burchagimiz nechaga teng bo'lgan ekan? Bu burchagimiz 6x minus 5 mi? 6 ta x minus 5 ga teng bo'lgan ekan. Hop, bizga ma'lumot sifatida aytib qo'yibdiki, mana bu tutashtirilgan ekan, bu tutashtirilgan ekanda. Va mana bunaqa qilib qo'yibdi. Mana bu yerga ketsizmi? Mana bu yerga ketsa, mana bu yerga ketsa qo'yib qo'ygan. To'g'rimi? Ko'rgan bo'lsangiz kerak. Chiziq bekorga qo'yilmagan. Bu chiziq degani mana bu chiziq bo'lgan. Mana bu tomonda ham chiziq bor, bu tomonda ham chiziq bor, bu tomonda ham chiziq bor. Uchala tomonda bir-biriga chiziq bormi? Bu degani uchala tomon bir-biriga teng degani. Bu tomon va bu tomon bir-biriga teng degani. Tushundingmi? Ikkinchi masala, diqqat bilan qaranglar. Uchburchak uchta tomon bir-biriga tengmi, teng emasmi? Bir-biriga teng. Hamma rozimi? Diqqat bilan e'tibor bering, bu nima degani? Uchburchakning mana qarasam sizlarga. Uchala tomon bir-biriga teng. Mana bu burchagini A deb tursan, tasavvur qiling, bu burchagini A deb tursan. Mana bu burchagi ham nima bo'ladi? A bo'ladi, chunki hamma tomon bir-biriga nima? Teng bo'lgan. Mana bu burchagi ham nima bo'ladi? A bo'ladi. Hamma rozimi shu gapga? Uchala tomonini qo'shadigan bo'lsa, necha gradusga teng bo'lishi kerak? Bo'sga kelishdik. 180 ga teng bo'lishi kerak, uchinchi burchaklar. Demak, A ga qo'shaman, A ni qo'shaman, A ni teng bo'lishi kerak ekan 180 ga. Nechta A bo'ladi? Jami 3 ta A teng 180 ga va 3 ga bo'lib olsam, A teng nechiga? 60 ga ekan. A'imiz 60 ga chiqdi. Bu nima degani o'zi? Mana bu burchak ham 60 bo'lgan. Tepadagi burchak ham necha? 60 va bu burchak ham necha? 60. Barcha burchak 60 gradusdan bo'lgan. Demak, ma'lumot uchun bizga nimasi kerak? Mana bu burchakga qiziq. Mana shu burchak tepasi necha bo'lgan? 60 bo'lgan. Bitta masalani tushuntiryapman. Vertikal degan tushuncha bor geometriyada. Endi chuqurlashmaymiz. Rozi bo'lib ketasizlar. Mana qaranglar, tasavvur qiling. Mana bitta to'g'risi, mana ikkinchi to'g'risini kesib o'tyapti, to'g'rimi? Mana birinchisi bu yoqda bunday kesib o'tdi, ikkinchisi mana bu yoqda bunday kesib o'tib ketdi. Ko'rdinglar? Orasida qaychi bo'lib qoldi. Mana bu burchak bilan tepadagi burchak bo'lib qoldi, to'g'rimi? Shu ikkita burchak qaysi to'g'ri chiziqdan tashkil topdi? Bitta bunisi, bitta bunisi.
orasidagi burchak nima bo'lsa, narigi tomoni ham xuddi shunga teng bo'ladi. Mana bu 30 gradus bo'lsa, bu ham 30 gradus. Vertikal burchaklar bir-biriga teng bo'ladigan qoida. Tushundingizmi gapni? Hamma rozimi shu gapni qaytaraman. Vertikal burchaklar bir-biriga nima bo'lar ekan? Teng bo'lar ekan. Demak, xulosa. Mana bu 6x - 5 bo'lsa, mana bu tomon ham nimaga teng? 6x - 5 yozaman. 6x - 5 deyman. Bu burchak 8x - 1 bo'lsa, mana bu burchak ham nimaga teng bo'ladi? Yozamiz yerga 8x - 1 deb qo'yamiz. Ikkinchi masala. Mana bu 360 bo'lsa, uni pasti ham nechi bo'ladi? Demak, mana bu nuqtamiz ham 60 ga teng bo'lgan ekan. Xuddiki qaychini bilamiz. Qaychini og'zi qanday ochilsa-da, og'zini qanday ochsa, narigi qo'linglar bilan ushlab turgan tomoni ham shuncha ochiladi. Xuddi shunga o'xshagan gap. Tepasidagi orasidagi burchak nechi bo'lsa, pastidagi ham xuddi shunga teng bo'ladi. Hamma tushungan bo'lsa kerak, eslab qolishdi. Hop, ikkinchi masala. Uch burchakni ichki burchaklarini qo'shsam nechiga teng bo'lishi kerak? 180 ga teng bo'lishi kerak. Bitta burchagimiz necha x ga teng? 6x - 5 ga teng. Ikkinchi burchagimiz nechiga teng? 8x - 1. Uchinchi burchagimizchi? 60. Uchalasini bir-biriga qo'shadigan bo'lsam nechiga teng bo'lishi kerak? Teng bo'lsin 180 ga dedim. Hamma tushungan bo'lsa kerak. Savolim chiqdi. Ikkinchi masala. 6x ga 8x ni qo'shsam necha x bo'ladi? 14 ta x bo'ladi. X lar chapda qoladi. Sonlarni o'ngga o'tadi. Tenglamanmi bu oddiy? Savol istaydi. Mana bu -5 ga -1 jami nechiga beradi? -6. -6 ya. Mana bu 60 bilan jami necha ketadi? Plus elitormi? Plus elitor, komil tushunadingmi? Plus elitor nariyoqqa nima bo'lib o'tadi? Demak, barobar 180 minus elitor bo'libdimi? Mana 50 torimiz. Natijada 14 ta x imiz teng bo'ladi. 180 ni elitor olib tashlasak. Necha? Hop, qarang, mana 0 dan 4 dan aytsam 6, 7 qoldi. 7 dan 5 dan aytsam 2, 126 mi? Uni nechiga bo'lib qo'yishimiz kerak endi? 14 ga bo'lishimiz kerak. Demak, bir chekkaga bo'lamiz. Stolbek shaklida 126 ni bo'lamiz 14 ga. Ichida nechta bor deymiz? O'ylab ko'ringlar-chi. Hop, 8 dan 9 dan. Hop, 149 ta ekan. Qaytras 9 dan ustiga tushar ekan-da. Qarang. 9 kere 4 necha bo'ladi? 36. 3 dildanmi? 9 kere 1 9. 3 ni qo'shsam 12 bo'lgan ekan. Yaxlit necha bo'lgan ekan? Demak, x ning javobi 9 bo'lgan ekan. Bizda savolda nima so'ralgan edi? Xo'p, savolimizda x toping deganmidi? Bo'ldi. X ning qiymati necha bo'lgan ekan? X ning qiymati 9 bo'lgan ekan. Javob berasiz. Variantida ham 9. 9 degan javobimiz bo'lgan ekan. Hamma tushundimi shu joyga? Yaxshi. Xo'p, keyingi masala. Keyingi misol 7-chi misolimga. Xo'p, ikkinchi masala. Xo'p, shartda aytib qo'ydik, qarang. 7-chi masalada xo'p, nima ish qilamiz? X taqsim -1 taqsim necha? 5. Keyingi masala plus 6x plus 14 mi? Qarang, davomida mana. X -1 taqsim 5 davomida qo'shilgan 6x plus necha ekan? 14 va taqsim 45 ekan. Minus 4 plus 3x taqsim necha? Taqsim 9 ga. Quyidagi misolda nima ish qilamiz? Quyidagi misolda to'g'ri umumiy mahraj beramiz. O'xshaysiz qara. 5 45 9 ga necha beramiz? 45 desam hamma rozimi shu gapni qaytaraman. 5 45 9 ga umumiy mahraj 5 degan son tanlayapmiz. Hamma tushungan bo'lsa kerak. Rozim, 45 tanlayapmiz. 45 bunga nechtadan beramiz? 9 tadan beramiz. Bunisiga nechtadan? Bittadan va bunisiga nechtadan? 5 tadan bo'lgan ekan. Ikkinchi masala. Mana bu 9 faqat x ga ko'payadimi yoki x - 1 ga? Ikkalasiga ham ko'payadi. Boshladik. 9 ni x ga ko'paytirsam, hammamiz bilamiz 9x minus 9 plus keyingisini ko'paytirish shartmi? Yo'q. 6x plus necha? 14. Davomida diqqat bilan qaranglar. Mana bu o'rtada nima turibdi? Bu minus birinchisiga ham ikkinchisiga ham ta'sir qiladi. Tushundingizmi? Birinchisi minus 9 kere 5 kere 4 20 davomida 5 kere 3imiz 15x bo'ladi, faqat ishorasi nima bo'ladi? Minus bo'ladi. Chunki plusida minus bor. Agar ertaga bet minus bo'lsa, bu minus ta'sir qilsa nima bo'ladi? Plus bo'ladi, javob berasiz. Hamma tushungan bo'lsa. Ikkinchi masala, hisob kitobni soddalashtiramiz. Qaranglar. 9x ga 16x, 6x ni qo'shsam, 15x. Oxiridagi 15x bilan nima qiladi? Demak, barcha x'lar bir-biri bilan qisqarib ketdi. Hamma tushungan bo'lsa kerak. Mana bu diqqat bilan qarang. -9 ga -20 jami necha bo'ladi? 29 ning qarzim bormi?
14 mingni yopsam, nechta pul qarzim qoladi? 15. 15 ming qarzim qoladi. Qaytaraman, 29 ming qarzim bor edi, 14 mingni berdim. 15 ming qarzim qoldi. Demak, tepada minus 15 taqsim nechiga ekan? 45 bo'lgan ekan. Ikkalasi nechiga bo'linadigan son? 15 ga bo'linadimi? 15 ga bo'lsam tepasini 1, pastini 15 ga bo'lsamchi? 3. Demak, umumiy javobimiz minus 1 taqsim nechi bo'lgan ekan? 3 bo'lgan ekan. Javob beramiz. Variantida bormi shuni javob? Variantimizda D degan variantda turibdi ekan. Hamma tushunuvchi gapmi? Savol yo'q hech kimda. Xo'p, demak, qilgan ishimiz nima bo'ldi? Umumiy maxraj berganmiz bo'ldi. Faqat qaranglar, umumiy maxraj berib tashlab yubormaydi. Chunki tashlanmaydi. Chunki barobar nimadirga teng emas. Xo'p, keyingi masala 8-misol. 8 da sezarsam ildizli darajaga bor. Yo'q ekan. Sheyni ko'ramiz. Xo'p, 8-masala shartda aytilgan ekanki, nechinchi ildiz ekan? 10-ildizmi? Hop, 10-ildiz ostida 2 ning nechinchi daraja? 2 ga ko'paytirilgan. To'g'ri, ko'paytirilgan. 11 ko'paytirilgan 671 ekan va davomida plyus nechi turibdi? 1 turibdi. Barobar. Hop, shuni hisoblayman deyilganmi? To'g'rimi? Quyidagi ifodalarni hisoblang deyilibdi va variantlar quyidagicha ekan. Hop, nima ish qilsak bo'ladi deb o'ylab ko'ramiz. Qarang, shu bir mo'yinga nimalarga yasasak bo'ladi deb turadilar. Mana hop, nima variantimiz bor? O'ylab ko'radigan bo'lsak. Necha? Hop, bir bo'lmaganda nimani qilsa bo'ladi demoqchisiz, to'g'ri? Bir xilaf beryapmiz. O'ylab ko'ramiz, yana nima qilsa bo'ladi? Boshqa variantlar. Mana 671 nimadirga bo'linadimikan, bo'linmasmikan? Yana jadvalda. Necha kira necha desa bo'ladi? O'ylab ko'rsak. 61 ko'paytirib desa bo'ladimi? Agar 2 ga chiqsa 61 ko'paytirib 11 ga bo'linadi. Hop, 11 ga bo'linadigan bo'lsa, 11 bu yoqda ham bor. 11 bu yoqda ham bor. Bo'laveradi, hech bir gap bo'ladi. Hop, barobar 2 turibdi, to'g'rimi? Mana bu to'rimiz ham turibdi. Davomida 11 ham turibdi. Mana bu 671 degani necha nechidi? 61 kara 11 desa bo'ladi. Va davomida plyus necha ham bor? 1 ham bor. Hop, bir chigadan ko'paytirganimiz bizga qimmatga tushmasmikan boshida? Nechinchi ildiz turibdi? 10-ildiz ostida turibdi. Hop, 10-ildiz ostida turgan ekan. Ikkinchi masala. 61 nima bilan sherik qilsa bo'ladi? O'ylab ko'raylikchi. Optimal varianti bor. Bo'lmasa jaydar ustida bosamiz. Nima ish qilsak bo'ladi? Qolganlarni o'ylab ko'raylik. O'zimizga necha? Hop, ajrat degan deylik, manfaat bormi bizga? Foyda bo'lmay qoladi, to'g'rimi? Hop, nimadir bir formulasiga keltirsa bo'ladimi? O'ylab ko'raylikchi. Hop, nimadir darajasiga kelib bo'lmayapti, to'g'rimi? Oxirida shu biri bizga xilaf beryapti. Hop, o'zimizni jaydardida bosamiz. O'zimiz jaydari, hamma keladigan variant bo'yicha olamizda. Birinchi navbatda necha ko'paytiramiz? 2 ni ko'paytiramiz nechiga? 4 ga ko'paytiramiz. 2 kira 4 necha bo'ladi? Barobar. Bir chekada yozamiz qarang. 8 ko'paytirilgan. Mana bu 11 turibdi, to'g'rimi? 11 turibdi. Ko'paytirilgan 67 ni 11 ga ko'paytirsa necha chiqadi? 671 bo'ldi. Hamma rozimi shu gapimga? Savol yo'q. Demak, bir chegadan hisoblashni boshlaymiz. Bir chegadan hisoblaydigan bo'lsak, birinchi navbatda. Xo'p, necha ko'paytirishdan boshlaymiz? O'ylab ko'ringlar. 8 dan 11 ga ko'paytirishdan boshlaymizmi? 8 kira 11 imiz nechiga teng bo'ladi? 88. Qaranglar. Mana buning qiymati nechiga teng bo'lib qoldi? 88 ga teng bo'lib qoldi. Buni ko'paytirishimiz kerak nechiga? 671 ga. 88 dan 671 ga ko'paytiradigan bo'lsak, hop, 8 ko'paytirib necha? 671 necha bo'lar ekan? 5000. Hop. 559 0,48 bo'lib qoldi, to'g'rimi? Demak, mana bu ko'paytmani javobi, shu chiqqanmi? Unga nechini qo'shishimiz kerak hali? 1 ni qo'shadigan bo'lsam, 59000 0,40 necha bo'ladi? 49 bo'lib qoladi desam rozimisizlar? Nechinchi ildizda turibdi? 10-ildiz. Savol-savol. Bu aniq bilaman, juft son bo'lmaganda. Juft son bo'lmagan. Sezyapsizlar, chunki oxirida toq bilan tugayadi.
variantidan sal tushuntirib qilamiz. Variantidan qanaqa javobda turibdi? Hop, variantida ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. Hop, 8, 3, 4 va 9 turibdi. Ko'rdinglarmi? Hop, bu endi. Aynan nechini 10-darajasi. 3 ni 10-sini gumoqib turibmiz. Hamma rozimi shu gapimga? Qani o'ylab ko'ramiz. Hop. 3'nin 5'incisi neçeydi? Hop, 3 ni 5-si 729 edi. 729 kere 729 deb ko'rish kerak. 59 ne? 9 243 kvadrat. Nechi? 243 çıkartmayız. 59 ne? Hop. Peki 3'ten 3 Xos. Mana bu ifoda 243 ni nimasi ekan? kvadrat. Aniq qil. 243 kere 243 qilding? Bo'ldi, xo'p. Demak, bu ifodamiz 243 ning kvadratini nechinchi ildizda turibdi? 5-chi ildiz, 10-chi ildiz turibdi-mi? 10-chi ildiz. Mana bu 2 bilan 10-chi ildizni qisqartirsam bo'ladimi? 2 bilan mana bu 10 ni qisqartiradigan bo'lsam nechinchi ildiz qoladi? 5-chi ildiz 243 qoldimi? Savoslarga 243 o'zimiz bilamiz. 3 ning nechinchi darajasi? 5-chi darajasi. Demak, bundan kelib chiqadiki, barobar 5-chi ildiz ostida 3 ning 5-chisi desam bo'ladi. Mana bu 5 bilan mana bu 5 ham ketadimi? Bundan kelib chiqadi. Hisob-kitobda javob necha bo'lgan ekan? 3 bo'lgan ekan javobda. Qaranglar, to'g'risini aytaman. Qanaqadir oson yo'li bo'lgan bo'lsa kerak. Biz hozir kelmadi shu qani. O'zimizni jarayonida bosib ketdik. Tushundinglar? Bo'lsa mayli ko'ravering, keyin safar qo'shib ketamiz agar oson yo'l bo'lsa, xudo qolsa. Hop, o'zimiz eng tinchi bir-biriga ko'paytirish ham vaqtimiz yetadi. Eng darajasi. Tushundingmi? Hop, keyingi masala. Hop, keyingi misolimiz nechinchi misol? 9-masala. Hop. 9 da funksiya berilgan ekan, to'g'rimi? Endi funksiyani muammo emas, kamayish oralig'ini toping deb qo'yibdim. Qarang, hamma gap ekan. Funksiyaning kamayish oralig'ini topib bering deyilgan. Funksiya quyidagicha ekan. Hop, funksiyamiz mana bu tartibda ekan. X o'qir, mana bu y o'qir, degan misolimiz 9-masala. Hop, funksiyamiz mana bu nuqtadan o'sishni boshladi, bunga o'sib pastga tushishni boshlagan, mana bu nuqtadan tushib mana bu ko'tarilib ketgan. Birinchi masala, mana bu nuqtada x-imiz -2 degan mana shu nuqtaga olib ketadigan bo'lsa, x -2 ekan. Ikkinchi masala, mana bu nuqtaga olib keladigan bo'lsa, necha ekan bo'lgan ekan? 6 ekan bo'lgan. Bizga savol aytdi. Funksiyaning kamayish oralig'ini topib berdi. Nechadan funksiya kamayadi? Hop, yo'q, emas, просто kamayadi. Oddiy funksiya kamayish boshlaydi. Kamayish nechadan boshlanadi? Diqqat bilan qaranglar. Funksiyamiz mana shu nuqtadan boshlab, mana shu nuqtagacha funksiyamiz nima qilyapti? Kamayib boryaptimi? To'g'rimi? Eng balandga chiqdi jo'qligi, keyin 8 ga kamayib boryapti. To'g'rimi? O'sha payt x nechidan boshlandi x? -2dan boshlab toki kela boshladida necha keldi to'xtadi? 2 kelganda to'xtadi. Demak, kamayish oralig'i nechadan nechaga ekan? -2dan 2gacha bo'lgan ekan. Tamom bo'lmasa, tushundingmi? Xudo xolsa shartda shunaqa deyilgan bo'lsa, shu tartibda ishlanadi. Hop, keyingi masalamiz. Hop, 10-sini ham chekka sig'dirsak bo'ladi. Bu chekka qo'shib olamiz 10-masalani. 10-masaladan nima bergan ekan? Chizma bergan ekan, adashmasam. Hop, 10 da aytib qo'yibdiki, hop, chizmadan to'g'risini aytsam tarjima qilmasanglar ham bo'ladi-da. Tarjima qilmasanglar ham chizmadan ko'rib chiqib, ma'lumot topib ketsak bo'ladi. Qarang, chizmada mana bunga berilgan. Quyidagicha berilgan ekan. Hop, uchidagi burchak necha gradus ekan? Perpendikulyar 90 gradus ekan. Va ikkinchi masala, uchdan bitta kesma tushirishgan ekan. Balandlik tushirilgan. Va bu perpendikulyar bo'lib o'zlari aytib qo'ygan 90 gradus bo'ladi. Va ma'lumot sifatida bu yoqni 5 deb qo'ygan, bu yoqni 12 ga teng deb qo'ygan, bu yog'i 13 ga teng. Bizdan so'rayotgan narsa BD ni topib beryapti. BD deganda bizda mana bu narsani ketyapti. Mana bu nuqta, mana bu narsa. Mana bu x ni. Tushundinglar gapim? Nima ish qilsak bo'ladi bu x ni topish uchun? Nima bor? Qarang, mana maqsad. Hali sizlar bilan geometri o'tmaganmiz, shu sababli tasavvurlaylar. Bitta qoidani ishlab ketamiz. Mana bu tomonni yopaman-da. Mana bu h deb belgilayapman. Mana bu to'g'ri burchakli uchburchakmi? To'g'ri burchakli uchburchakka Pifagor qilsam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Jadar aytdi. Pifagor. Boya aytdim, Pifagor degan tushuncha bor. To'g'ri burchakli uchburchakka o'xshaydi dedim. Ikkita katetlarni kvadratlari yig'indisi gipotenuza kvadratiga tengmi? Katet qani shunda? Mana bu h bilan mana bu 13 mi? H ning kvadratiga qo'shaman. Nimani? 13 ni kvadratini teng bo'lish kerak nimaga? 12 ning nimasiga? Shartda shunaqa degan. Shart boshqa javob qo'ydik. Bitta joyi bor-da, bas.
Hop, bir daqiqa. Bizda ma'lumot sifatida aytib qo'ydikki, qaranglar. ABC'da A burchak to'g'ri burchak ekan. AB chiziq BC chiziqqa perpendikulyar va AB 5 ga teng deb qo'ydik. AB 5 ga teng, to'g'ri. BC. Ha, BC degani mana bu narsaga yuzlab ekanmiz. Bonus olib qo'yibmiz. Diqqatdan qarang. Mana shuni o'chirib turamiz. BC haqida ketgan ekan. Mana bu jam bo'yicha ekan. Mana bu nuqtadan mana bu nuqtagacha jam necha ekan? Jam 13 ekan. Jam 13. Diqqatdan qaranglar. Mana bu jamoani x deb tursam, mana bu tomonni x deb tursam, bu tomoni nima bo'ladi? O'ylab qo'yinglar. 13 minus x bo'lishiga rozimisizlar? Shu joyda 13 minus x dedim. Hamma tushundimi? Jami o'zi 13 ga teng. Bu tomonni x desam, bu tomon 13 minus x bo'ladi. Hamma tushungan bo'lsa kerak. Savolim chiqdi. Ikkinchi masala, ikkita Pifagor qilsam bo'ladimi? Ikkita Pifagor qilsa bo'ladi. Mana bu tomonga qilsam, bu tomonga bitta Pifagor qilsa bo'ladi va bu tomonga bitta Pifagor qilsa bo'ladi. Hamma rozi shu gapim. Demak, diqqat bilan qarang. Xo'p, birinchi navbatda bu farq yo'q, bu tomonga turibdi. Katet mana bumi, ikkinchi katet bumi. Mana bu gipotezaga to'lqyaptim. H ning nimasi? H ning kvadratiga qo'shaman. Ikkinchi katet nima? X ning kvadrati teng nechiga bo'lish kerak? 25 ga teng bo'lish kerak. Endi bu tomonga. Bu tomondan yana o'sha nima? H ning kvadrati plus 13 minus x ning qo'shni nimasi? Teng gipotezaga nechi? 144 dedim. Hamma rozimi shu gapga? Mana sistema qildim. Sistemani ayirib olaman. Ayirib oladigan bo'lsa, mana bu h kvadratlar nima qiladi shuni? Chiqarib ketadi. Diqqat bilan e'tibor bering. Pastdan tepani ayiraman. 13 minus x ning qo'shni nimasi? Kvadratidan ayiraman tepa degan. X nimasi? Teng 144 dan ayiramiz nechimi? Xo'p, 144 dan 25 ni ayirib oladigan bo'lsak, natija qarang. Bir chekka yozamiz agar 140 necha? 119 bo'lgan ekan. Hamma rozimi shu gapimga? Ikkinchi masala. Mana bu bizga formulani beraman debmaydimi? A minus b ni qo'shni nimasi? Ochilish tartibi qanaqa bo'lar edi? Bir sizga eslaydigan bo'lsak. Xo'p, 13 ning kvadrati necha ketadi? 169. Ayiraman. 13 kere 2. 26 da x plus x nimasi? Minus oxirida nima turibdi? Teng nechiga? 119 ga. Mana bu x kvadratlar nima qiladi? Va 169 nariga betgan nima bo'ladi? Chapda nima qoldi? Minus 26 da x barobar 119 dan ayiramiz 169 ni. Minus 26 da x teng bo'ladi. 9 dan 9 da ayirsam 0, 6 dan 1 ni ayiraman. 5, demak minus 50 bo'lganmikan? Ikkita minus nima ketadi? Plus qiladigan bo'lsak 26 ga qanaqa o'tadi? Bo'lish bo'lsa, demak bundan kelib chiqadi x ning javobi. Hop, 52 ga bo'lsa nechi? 25. Buni 2 ga bo'lsanchi? 13 bo'lgan ekan. Demak x ning javobi 25 taqsim necha ekan? 13. Bizdan nima so'ralgan edi? Bizdan shu so'ralganmi? Variantida qanaqa javob turibdi? Budagicha javob bormi? O'zi konkret bizdan mana bu x so'ralgan, to'g'rimi? Mana bu x so'ralgan. Va bu x ning javobi necha chiqdi? 25 taqsim 13. Variantida bormi? A degan javobimiz bo'lgan. Yo'q, shu so'ralganki, agar h so'ralganda nima qilardim? H so'ralganda olardim-da, nabodosiga, bormi? Olib turib mana bu yerga x o'rniga olib chiqib qo'yardim. Olib chiqib qo'ysanglar h kelib chiqarib berdi. Tushunarlimi komil? Nimasi? A da degan, A da qani qo'ying? A da emas, B da emasmi? A da degan. Oxirida A ni topib bergan. H so'ralgan, to'g'rimi? Eng qizig'i shunaqa javob bor ekanda. Ko'rdinglar, ehtiyot bo'linglar. Variantdan farqimiz ekanmiz. Hop, olamizda h ni topish uchun olib kelib qo'yamiz mana bu yerga. Olib kelib qo'ysam rozimisizlar? Bundan kelib chiqadiki, h ning kvadrati qo'shilgan 25 ning kvadrati 625 taqsim 13 ning kvadrati 169. Nariga beti necha turibdi? 25 turibdi. Hamma rozimi? Mana bu ifoda nariga nima bo'lib o'tadi? Minus bo'lib o'tadimi? Bundan kelib chiqadiki, h ning kvadrati barobar 25 dan ayirishimiz kerak. 625 kere 169 mi? Umumiy mahraj bunga necha beramiz? 169 beramiz. Hamma rozimi shu gapimga? Ikkinchi masala, bundan kelib chiqadiki, h ning kvadrati barobar mana hisoblaylik. Necha? Xo'p, 4225 dan ayirishimiz kerak nechini? 625 taqsim necha turibdi? 169 mi? Xo'p, ayirib oladigan bo'lsam necha chiqadi? 600 mi?
Demak, h ning kvadrati teng 3600 taqsim nechiga? 169 ga ikkala tomonga nima beramiz? Ildiz berib yuboradigan bo'lsam, bundan kelib chiqadi. H imiz teng 3600 dan nechi chiqadi? 60. 169 dan-chi? 13. Demak, h ning javobi 60 taqsim nechi bo'lgan ekan? 13 bo'lgan ekan deb javob berasizlar. Hamma tushundimi gapni? Savol yo'q, hech kimda. Ha, boshqa javob? Bu ham bor, bu ham bor. Shunday ehtiyot bo'lasizlar, variantni xafatimiz ekan bizni. Hop, do'stkanlik rasmga olaylik-da. Demak, e'tiborimizni 11-masalaga qaratamiz. 11-masalada nima berib qo'ydik ekan? Nima aytib qo'ydikki, x ning kvadrati degan ning plus 8 ta x ekan va davomida plus 3 bilgan. Barobar x qo'shilgan a ning to'lqinlasiga ekan kvadrat va davomida plus b. Barcha x ning qiymatlari uchun tenglik bo'lsa, unda a va b ning mumkin bo'lgan qiymatlari toping. To'g'riroq matematika tarjima qiladigan bo'lsak, ikkala tomon bir-biriga ayniyat demoqchi. Qaytaraman. Chap tomondagi ifoda o'ng tomondagi ifodaga ayniyat ekan. Ayniyat bu o'zi nima degani? Bu masalasini ochamiz. Xo'p, chap tomondagi ifoda o'ng tomondagi ifodaga teng demoqchi. Tushundinglar? Uning uchun mana bu tomon ochilgan variantni tegmaysizlar, narigi tomonni boshlaymiz. X ning kvadrati turibdi, plus 8 x ham turibdi, plus 3 ham turibdi. Mana buni ochilish tartibi x ning nimasi bo'ladi? Plus 2 ax plus a ning kvadrati. Plus tashqarida nima turibdi? b. Ikkinchi masala, ayniyat degani chap tomonda turgan x kvadratni o'ng tomonda turgan x kvadratga tenglashtirasiz. Va chap tomonda turgan x ni o'ng tomonda turgan x ga tenglashtirasiz. Va qolib ketgan ozod xatni mana bu tomonda qolib ketgan ozod xatga tenglashtirasiz. Tushundinglar gapni? Bu nima degani? Bilib turibsizlar, mana bu x kvadratda bir-biri bilan nima qiladi baribir? Qisqarib ketadi. Uni tenglashtirish shart emas. Endi navbat x dan tenglashtirish. Chap tomonda turgan x 8 ta x turibdimi? Teng bo'lsin deyman. O'ng tomonda necha x turibdi? 2 ta a x turibdi. Hamma tushundimi shu gapni? Chap tomonda ham x bor, o'ng tomonda ham x bor. Ikkala tomonda x bor. X larni qisqartirsak bo'ladi. Mana bu x ta ketdi. Bundan kelib chiqadiki, 2 ta a teng nechiga ekan? 2 ga bo'lib olsam, a ni javobi nechiga teng bo'ladi? A ni javobini topdik hozir. Tushunaylik boshlar? A javobi topildi. A nechiga teng ekan? 4 ga teng ekan. Endi qaranglar. Qolib ketgan ozod xatlarni ozod xatga tenglashtiramiz. Chap tomonda qolib ketgan son necha? 3 ni tenglashtiraman a ni nimasiga? Kvadrat plus nechiga? Menda a yo'qmi? A ni topib olgan mana bu yer. A nechiga teng? 4. 4 ni nimasi bo'ladi? Demak 3 barobar 16 plus nimaga? Mana bu 16 bu yoqqa nima bo'lib o'tadi? Minus bo'lib o'tadimi? Demak bundan kelib chiqadi b imiz barobar 3 dan ayiramiz 16 ni. B ni javobi nechiga teng bo'ladi? Minus 13 ga teng bo'lgan ekan. Demak quyidagi misol chap tomon o'ng tomonga teng bo'lish uchun a to'g'rimi? B nechini olish kerak ekan? Minus 13 ni olish kerak ekanini javob berasizlar. Va variantida bormi quyidagi? D variantimizda turibdi ekan. Tushunaylik? Savol yo'q hech kimda. Xo'p, keyingi masala. 12-misol. 12 da aytilyapti variantda. Xo'p, agar ko'rdi x barobar 1 taqsim ildiz ostida 5 plus nechiga? Plus 2 ga ekan. X tegishli r bo'lsa, xo'p, bizdan savolda aytibdiki, x ning nimasi? Kvadrati plus 4x minus 1 deb qo'ydi. Nima deydi? Xo'p, bu yerda masalada aytilganki, agar mana shu Xo'p, bizga ma'lum sifatida aytilgan. Agar x imiz shunaqa unison bo'lsa debdi, mana shunga x olib kirib qo'yganimizda nechi bo'ladi? Sizlarga o'zbek tilida tarjima qilib boshqacha. X barobar tasavvurga 2 degan son topdi. X imiz 2 ga teng. Mana shu hisob kitobni x ga 2 ni olib kelib qo'yganingda hisob kitob qilsang javob nechi bo'ladi demoqchi. Endi x ning 2 emasda, 2 bo'lganda tayyor 2 ning kvadrati 4 plus 8 minus 1 deb hisoblaydi. X ga nechini olib kelib qo'yapti? Biron xuniy sonda aytyapti. Sezyapsizmi? Mana 1 taqsim 5 plus 2 ni olib kelib qo'yapti. Siz voqmanilarsizlar. Nima ish qilamiz quyidagi ho'p. Xo'p, irratsionallikdan qutqarish alohida tema. Buni qilgan bo'ladi. Endi ham cho'ziladi. Hamma narsa mana bu yoqqa bo'lishi. Mana bu yoqqa joylash. Buni nimadir qilishimiz kerak. Diqqatni e'tibor bering. Mana shu haqida gap ketyapti. Mana shu haqida. X ni o'rniga shuni olib kelib qo'ygan, sraz olib kelib qo'yishga shoshilmaydi. Tasavvur qilinglar. Xonaga kirdinglar-da, yerda pul sochilyapti. Hamma joyda pul sochilyapti. Sanada yerda yotganda bitta sanab chiqmasa, 1000 so'm, 2000, 3000 to'lmaydi.
yig'ib olib turib, keyin sanashni boshlaysiz. To'g'rimi gapim? Hop, ikkinchi masala. Sizlarda ham x ta sochilik yotibdi. Birinchi uni xicham qilib yig'ib olaman, keyin sanashga o'taman. Keyin x olib kirib qo'yishga o'taman. Tushundinglarmi mana boshlaydi. Demak, mana bu ifodani diqqat bilan qarang. X ning kvadrati qo'shilgan 4x turibdi. Plus ne chiqsam formulani beradi. Plus 4 qo'yadigan bo'lsam formulani beradimi, bermaydi. Aynan x plus 2 ning qo'shilmasini beradi. Hozir gaplashamiz alohida. Plus 4 ni o'zim qo'shib oldim, to'g'rimi? Minus 4 deb yozib olaman va minus nechi turadi? Minus 1 turadi. Diqqat bilan qarang. Sherzod, mana plus 4 bilan minus 4 qisqarib ketadigan bo'lsa, qolib ketadigan ifoda mana shunga tengmi, tengmasmi? Qarang, plus 4 bilan minus 4 ni o'chirib yuborsang, qoladigan narsa x kvadrat plus 4x minus 1 qoladimi? Boyaga qolgan narsa bilan tengmi, tengmasmi? Mana bu plus 4 minus 4 qo'shganimiz sababi mana bu formulani beradi. Qaysi formulani beradi desa, x plus 2 ning qo'shilmasini beradi. Kvadrat. Davomida minus nechi turibdi? Minus qarang. Minus 4 ga minus 1 minus 5 turibdi ekan javob beramiz. Mana endi aytilgan x to'g'ri gap gapaman. Mana bu x to'g'ri gap gapaman. Rozimisiz shu gapni? Olib kelib qo'yadigan bo'lsam, bundan kelib chiqadiki, x ni o'rniga nechini olib kelib qo'yapmiz? 1 taqsim ildiz ostida 5 plus nechini? Unga qo'shishimiz kerak 2 ni va uning ustida nimasi ham bor? Minus 5 ham turibdi, barobar. Umumiy mahraj beraman desam rozimisiz? Umumiy mahraj nechi beramiz? Xo'p, mana bunga yetmayotgan narsa ildiz ostida 5 plus nechi? 2 yetmayapti. Demak, umumiy mahraj berdim. Ildiz ostida 5 plus 2 ni 1, mana 1 turibdi. Qo'shilgan 2 ni ildiz ostida 5 ko'paytirsam 2 ildiz ostida 5 davomida 2 ni 2 ga ko'paytirsa plus 4 bo'lgan ekan. Ikkinchi masala. Uni qo'lda nimasi ham bor? Tegmayapti bu narsa. Mana shuni soddalashtiraylik. Mana bu 4 ga 1 ni qo'shsa nechi bo'ladi? 5 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan ildiz ostida nechi turibdi? Taqsim nechiga? Ildiz ostida 5 plus nechiga? Bitta ish qilamiz. Sizga yangilik bo'ladi shu narsa. Mana bu yerda nechi turibdi? 5 turibdi. Shu 5 mana bu yozishni ko'rish bilaman. Ildiz ostida 5 kerak, ildiz ostida 5 deydi. Baribir nechiga teng bu? 5 qaytarib beradimi? Qarang, ildiz ostida 5 ildiz ostida 5 ko'paytirsa, 5 ni o'zini qaytarib beradi. Qarang, ildiz ostida 5 kerak, ildiz ostida 5, ildiz ostida 25, 25 dan nechi chiqadi? Qaytarib beramiz o'zim. Qo'shilgan 2 ko'paytirib ildiz ostida 5 turibdi. Pastki qismga tegmadim. Ildiz ostida 5 plus nechi? Tepadan nimani guruhlash qilsak bo'ladi? Nimani olib chiqib ketsak bo'ladi? Ildiz ostida 5 ni olib chiqib ketaman. Ichkaridan ildiz ostida 5 bilan mana bu ildiz ostida 5 o'chsa, ildiz ostida 5 plus nechi qoladi? Ha, ildiz ostida 5 plus 2 qoldi va pastki qismida nima turibdi? Ildiz ostida 5 plus nechi? Mana shu ildiz ostida 5 plus 2 bilan ildiz ostida 5 plus 2 nima qiladi? Qisqarib ketsa faqat nechi qoldi? Savostagi ildiz ostida 5 a, uning nimasi ham bor hali tepada? Hovuzda kvadrati ham bor va tashqarida necha ayrilyapti? Minus 5 ham ayrilyapti. Kvadrat bilan ildiz nima qiladi? Qisqarib ketsa necha o'z qoladi? 5 dan ayiramiz 5 ning javobi 0 bo'lgan ekan javobimizda. Va variantda 0 degan javoblarimiz bor. Xo'p, variantlarimizda bu misol nechinchi misolda? 12. 12-chi masalada 1 degan javobimiz bo'lgan. Xullas qaranglar. Endi bu o'tgan o'quvchiga, bilimi bor o'quvchiga yaxshi yo'q. Bilmagan, o'tmagan o'quvchi nima qiladi? Yodlasin qolib, yana qaytadi. Qolib yodlayveradi. Zarari yo'q bu narsa. Tushundinglar? Bir qayta bir 10 marta ishlasangiz o'zi yod bo'lib qoladi. Ko'rganingiz esingizga tushadi. Chunki vaqtimiz qisqada, kam qoldi vaqtimiz. Tushundinglar nimaga? Xo'p, keyingi masala. Qo'ldan kelgancha 13 dan ko'rishga harakat qilamiz. Xo'p, 13-masalada adashmasam, xo'p, bizdan so'rayapti, bo'yalgan soha yuzasini topib berdi. To'g'rimi? Bo'yalgan soha yuzasini topishimiz kerak. Bu qanaqa topiladi? Qarang, 13-masala. 13 da mana 6 burchak berilgan ekan. Bitta aylana bor birinchi. Aylana va 6 burchak tuzilgan ekan. Quyidagi ekan, to'g'rimi?
bizdan so'ralayotgan narsa radius berib qo'ygan ekan. Hozir gaplashamiz bitta nima degan. Mana bu bo'yalgan soha yuzlarni topish kerak. Mana bu bo'yalgan va mana bu ham bo'yalgan. Plus mana bu ham bo'yalgan. Mana shu bo'yalgan soha nimasini topish kerak? Yuzasini topishimiz kerak ekan. Bu qanaqa topiladi? Hopslarni kelishsak, mana shu bo'yalgan soha yuzasi kerak bizga. Mana oraliqda qolib ketgan. To'g'rimi? Mana bu qanaqa shakl? 6 burchak. Barcha tomon bir-biriga teng. 6 burchak barcha tomon bir-biriga teng. Ikkinchi masala, mana bu qanaqa shakl? Doira. Savosdagi. Jami doirani yuzasidan 6 burchakning yuzasini olib tashlasan, menga kerakli bo'lgan yuzachalar olib ketadimi, olib ketmaydi. Tushundinglarmi gapni, tushunmadinglar? Qaytaraman. Bitta doirani yuzasi degan hammasini topib qo'yamiz. Shu hammasidan o'rtadagini olib tashlasan, menga qolib ketadigan keraklilari qoladimi, qolmaydimi? Tushundinglarmi, tushunmadinglarmi? Boshni aytib beraman. Qaytaraman. Doiraning yuzasini topish degan mana shu jamining yuzasini topdik, mana shu aylanani topdik. O'rtasini ham topdik, bo'yalgan joylarini topib chiqdik. Menga o'rtasi kerak emasmi? O'rtasi qanaqa shakl chizilgan o'rtasi? 6 tomonlimi? 6 tomonli chizilgan. 6 burchak. Hop, 6 burchakni chiqarib tashlasan, aylananing yuzasidan 6 burchakni chiqarib tashlasan, menga kerakli yuzlar olib ketadimi? Tushundinglar gapni? Demak, mana bu bo'yalgan SX ni topish uchun deyman, SX deb turaman. Mana bo'yalgan sohali yuzasi bor-ku, S harfi bilan bergan, SX deb turaman. Uni topish uchun S doiraning yuzasidan aytishimiz kerak ekan. S nimani? 6 burchakli ni aytib chiqishimiz kerak. Tushundinglar? Ost tomonga. Hop, ikkinchi masala, bu qanaqa ishlanadi? Hop, S doiraning yuzasini topish uchun, S doiraning yuzasini topish uchun formula bor. P R ning kvadrati degan formula bor. R bu nima degani? Radius degani markazdan, uning tomonigacha bo'lgan masofa degani. Tushundinglar? Markazdan uning tomonigacha bo'lgan masofa. O'sha nechiga teng deb qo'yibdi? 4 ga teng. Demak, radius 4 deb qo'ygan. Radiusimiz 4 ga teng bo'lsa, 4 ning kvadrati 16 kere pi bo'lib qoldi. Demak, doiraning yuzasi 16 ta pi ga teng ekan. Tushundinglar gapni? Demak, doiraning yuzasi 16 pi ga. Agar shu ustiki bo'lgan o'quvchining qayerda variantiga? Qaysi variantida 16 pi deb boshlangan? 16 pi deb boshlangan. Xo'p. A da, B da, C da, to'g'rimi? Aniq A bo'lmaydi. Sababini aytaman. Sababi 16 pi dan keyin nimadir ayrilyaptimi, ayrilmayaptimi? Qarang, bu yerda mana bu S doiraning yuzasi 16 pi chiqdi. Doiraning yuzasidan hali 6 burchakning yuzasi ayrish kerak. To'g'rimi? Qaysi variant bo'lish ehtimolligi bor? B bilan C. Hachabi 50 ga 50 tavakkal qilsa ham-da. Tushundinglar gapimni? Hachabi 50 ga 50. Chem 25% dan ko'ra 50% boshqacha ketdi. Tushundinglar? Hop, nima ish qilamiz? Endi ikkinchi masala. Biz 6 burchakning tomoniga yuzasini topishimiz kerakmi? Nima qilamiz? Mana qilaman-da, bittasini topib olaman-da, bittasini yuzasini topaman-da, mana bu bittani topaman-da. Uni 6 ga ko'paytirsam hammasi kelib chiqadi. Barchasi bir-biriga teng chunki. Ikkinchi masala. 6 burchagi, ichki burchagi necha gradusdan bo'ladi? Mana bu burchagi necha gradus bo'ladi? Shunisi biz. Qayerdan topamiz uni? Uni topish uchun. Xo'p, mana chiqdi. Xo'p. Tashqi burchak har doim 360 bo'ladi, eslab qoling. 360 gradusni bir chekka yozib qo'yaman, mana bu yerga tasavvur qiling. 360 gradusni bo'lasizlar 6 ga. 360 da 6 ga bo'ladigan bo'lsa necha kelib chiqadi? 60 kelib chiqadi. 60 degani bu tashqisi degani. Ichkisi necha bo'ladi desa 120 bo'ladi. Ichkisi 120 bo'ladi. Ichkisi 120 bo'ladigan bo'lsa, uning yarmi nechaga teng bo'ladi? 120. Mana bu burchak 60 bo'ladi. Bu burchak 60 bo'lsa, mana bu burchak ham xuddi shu ravishda 60 ga teng bo'ladi. Sababini aytaman. Markazdan aylana tomonigacha bo'lgan masofa radius bo'lsa, xuddi shunaqa markazdan bu yoqqacha bo'lgan masofa ham nega teng bo'ladi? Radiusga teng bo'ladi. 4 dan bo'ldimi? Demak, teng yonli bo'lgan bo'lsa, burchaklari ham bir-biriga teng. 60 bo'lsa, qo'shsa ikkalasi necha bo'ladi? 3 burchakning ichki burchaklari necha chiqishi kerak? 120, 180 bo'lishga necha yetmayapti? Demak, mana bu burchak necha bo'lgan ekan? 60 bo'lgan ekan. Hamma tushundingiz gapimni? Hamma tushundim. Mana shu 3 burchak yuzasini topish uchun menga ikkita narsa kerak edi. Ikkita yon tomon va orasidagi burchak bormi? 3 burchak yuzasini topsa bo'ladi. Xohlagan 3 burchak yuzasini topsa bo'ladi. Eslab qolinglar. Ikkita yon tomoni va orasidagi burchak bo'lsa bo'ladi. Yuzasini topish muammosi. Demak, S 3 burchak haqida gap ketyapti. O'sha 3 burchakning yuzasini topaman-da, bittasini necha ko'paytiraman? 6 ga ko'paytirsam, mana bu S6 ni topgan bo'laman. S 3 burchakning formasi ikkita yon tomonni ko'paytirasan. 4 ni ko'paytirasan 4 ga. 2 ga bo'lasan deydi, ko'paytirasan sinus alfa degan formula bor. Alfamiz orasidagi burchak necha?
60 gradus qo'ysan edi. Sinus 60 gradusdan nima degan qiymat chiqaradi? Ildiz ostida 3 taqsim 2 chiqadi. Rost bo'lasizlar. 4 kere 4. 16 ni 2 ga bo'lsam 8 ko'paytirilgan sinus 60 da ildiz ostida 3 taqsim 2 ga ekan. Mana bu 2 bilan mana bu 8 nima qiladi? 4 qoladi. Demak, 4 ildiz ostida 3 bo'lgan. Haligi bu 4 ildiz ostida 3 bittasini yuzasimi? Bittasini yuzasi. Shunaqa yuzada nechta bor? 6 ta bor. Demak, bundan kelib chiqadiki, doiraning yuzasi nechi pi edi? 16 pi dan ayiramiz. Xo'p. S6 niki 6 ga ko'paytirsa nechi bo'ladi? 24 ildiz ostida 3. Demak, noma'lum yuzani. Noma'lum yuza. Mana noma'lum yuzalar bormi? Shularni nechiga teng bo'lgan ekan? 16 pi minus 24 ildiz ostida 3. Bormi shuni variantlar? Yaxshi. Keyingi masala 14-masala. 14da muammo emas, ishoninglar, 14da o'rgansanglar bo'ladi xohlasa. 3 ta ham olishsa harakat qilsa bo'ladi. 14-masalada logaritm degan, ko'pchilik nomi qo'rqitadi bu narsani. Logaritm asosida 3, asosida 2 ga ekan, to'g'ri? 2 ga ekan. X minus 3 ekan. X minus 3 ekan. Va davomida ishora nima turibdi? Plus yana bitta logaritm asosida nechiga ekan? 2 asosga ko'ra x mi barobar nechiga ekan? 2 ga deb qo'ygan. Bizdan aytgan nimani toping deb qo'yibdi? X ni topishimiz kerak emas. Rozimisizlar shu gapga? Xo'p, x ni toping degan. Quyidagi tenglama bo'yicha x ni topishimiz kerak. Mana bu ham logaritm, Abdulloh, bu ham logaritm. Ikkalasini pastdagi sonlar bir xil emasmi? O'zi aslida bu past deyilmaydi, asosli deyiladi. Sizlarga tushuntirish uchun, hali logaritm o'tmaganligingiz uchun pastda gaplashyapmiz. Tushundinglar? Pastdagi sonlari bir xil bo'lsa va ular ikkita logaritm bir-biriga nima qilingan? Qo'shilayotgan bo'lsa, tepadagilari bir-biriga ko'paytiriladi. Tushundinglar gapni? Qaytaraman. Asosi bir xil bo'lsa, pastlari bir xil bo'lsa, qo'shilayotgan bo'lsa, tepadagilari bir-biriga nima qilingan? Demak, ayirilayotgan bo'lsa, tepadagilari nima qilinadi? Ertaga ayirish kelish mumkin yoki qo'shish kelish mumkin. Har xil holatda ko'rib ketyapmiz. Demak, logaritm yozasizlar, 2 ni yozib olasizlar. X minus 3 ga ko'paytirasizlar sherigi, x ni ko'paytirasizlar. Barobar nechiga teng bo'lib turibdi? 2 ga teng bo'lib turibdi. Hamma tushungan bo'lsa kerak ekan. Ikkinchi masala, bu yerda nima ish qilamiz? Mana bu 2 ni nariga betga olib o'tsak bo'ladi. Nariga betga o'tsa log tushib qoladi. Log tushib qoladi. X minus 3 ko'paytirilgan x turibdi. Barobar 2 ni nariga olib o'tsam 2 ning kvadrati bo'lib qoladi. 2 ning kvadrati nechiga teng? 4 ga teng. Mana bu x ni x ga ko'paytirsam x ning nimasi bo'ladi? X ning kvadrati minus 3x. Mana bu 4 chapga nima bo'lib o'tadi? Minus 4 barobar nechiga ekan? 0 ga. V7 emasdan mana bu 4 ni ikkita kursovga ajratamiz. 4 kere 1 deb turaman. Eshitdingmi? 4 kere 1 deb turibman. Mana bu plus 3 chiqish uchun 1 ga minus qo'yman. Qo'shsam plus 3, ko'paytirsam minus 4 ni beradi. Ikkinchi masala. Mana bu x1 bo'lgan, mana bu x2 bo'lgan ekan. X ning nechta javobi chiqdi? Bittasi o'yindan chiqib ketadi. Nimaga? Mana bu x aniqlangan sohaga to'g'ri kelmaydi. Olib chiqib qo'yadigan bo'lsanglar, mana bu tepada nechi hosil bo'lyapti? Minus 1 mi? Ko'rsatkichda minus 1 turishga haqqi yo'q. Mana bu o'yindan chiqib ketadi. Faqatgina x nechi degan javobimiz qolib ketadi? 4 degan javobimiz qolib ketadi. Xo'p, endi ikkinchi masala. Ustozga to'g'risini aytaman, tushunmadim. Boshqa fikrlaraman. Boshqa usuli bormi? Onsonroq usuli bormi? Bor. Ya'ni usul variantdan hech qasdi. Javob nafasida. Ikkinchi usulda diqqat qilib ikkinchi usul variantlarda A varianti nechiga son turibdi? A variantimizda 4 ga va nechiga turibdi? Minus 1 bo'la olmaydi. Sababi mana bu x ga minus 1 olib kelib qo'ysam, minus 1 ga minus 3 nechi bo'ladi? Tepada manfiy son turishga haqqi yo'q. O'sha A varianti o'yindan chiqib ketdi. Tushundinglar? Yana qaysi variantida minus 1 bor? C ham o'yindan chiqib ketdi o'sha. A bilan C o'yindan chiqib ketdi. Endi muammo. B bilan D qoldimi? B variantida nechi turibdi x? X ga 4 qo'yib tekshiramiz. Qarang. X ga nechi qo'yamiz? 4 dan 3 dan ayirganda nechi bo'ladi? Logaritm 2 asosga ko'ra 1 qoldi. Plus keyingisi logaritm 2 asosga ko'ra nechi qoldi? 4 qoldi. Hamma tushundimi? Eslab qolinglar. Logaritm tepasida 1 bo'lsa, uning hisob kitobining javobi 0 chiqaradi degan. Aytaman, mana bu hisob kitob javob nechi chiqar ekan? Sababi mana bu yerda nechi turganligi uchun 1 tursa, past qiziq emas, 10 bo'ladimi, 100 bo'ladimi, 200 bo'ladimi, 1 bo'lsa 0 chiqadi. Buning javobi 0 chiqdi-da, o'zi logaritmni sekin gaplashamizlar. Logaritm degani, logaritm degani. Pastda nechi turibdi? Tepada nechi turibdi?
Shu 4 2ning nechinchi darajasi degan gapni logaritm deb aytiladi. Mana bu logaritm 2 4 turibdi. Shu gapni o'zimizni translate qilsak, tarjima qilsak o'zimiz tilga, tepada turgan son, pastdagi turgan sonning nechinchi darajasi degan. 4 2ning nechinchi darajasi? Demak, plus 2 degan asosida. Plus 2 degan hisoblanadi. Demak, 0 ga 2 ni qo'shsam necha? Chap tomon 2 chiqdi, o'ng tomondagi 2 ga tengmi, teng emasmi? Teng. X ga necha qo'yganmi teng bo'ldi? X ga 4 qo'yganmiz. Demak, umumiy javob tenglamadan 4 degan javobni beryapmiz. Mana shunaqa variantlar bor ekan. B javobimiz berilgan. Shunday gapmi? Xo'p, keyingi masala. Xo'p, 15-misol. 15-masala. Xo'p, 15 ta shartda aytiladiki, to'g'ri burchakli bitta burchakga alfamiz kosinus mana bu yerda. Kosinus alfa deb qo'yibdi, barobar 4 taqsim 5 ga teng. Va ikkinchi masala sinus 90 minus alfani topib bergan. Barobar 90 minus alfani topib bergan. Hop, ikkinchi masala. Bu holatda nima ish qilsak bo'ladi? Hop, o'ylab ko'ringlar, nima ish qilsak bo'ladi bu holatda? Mana shu shart berilgan. Xullas, sinus 90 minus alfani topishimiz kerak. Qarang, mana qilamiz. Mana bu yerda necha gradus turibdi? 90 gradus tushib qoladi. Sinusning nomi nimaga o'zgaradi? Sinusning nomi kosinus o'zgaradi. Kosinus alfa. Kosinus alfa nechiga deb qo'ygan? Javob 4/5. Bu javob 4/5 o'zi bo'lgan. Hop, va variantlarimizda aniq bo'ladi. Endi biz hech nima ishlaymiz. Sezdilar? Qaytaraman. Mana holat borda. Sizdan kosinus alfa teng nimaga deb qo'ygan? 4/5 ga deb qo'ygan. Va sizdan so'rayapti, sinus 90 minus alfani topib ber deyaptimi? Mana bu yerda 90 turgan bo'lsa 90 tushib qoladi-da, sinus nomi kosinusga o'zgaradi. Nima tursa oxiridagi alfani topib qo'yasizlar. Demak, kosinus alfani topib ber demoqchimikan? Kosinus alfani o'zi berib qo'ygan nechiga tengligini? Demak, bu so'ralgan savol o'ziga teng. 4/5 ga o'ziga. Endi bu yoqda trigonometriya salgina. Xo'p, keyingi masala. Doğrusu 16 dan o'tib ketamiz. Xo'p, tarjima qilish sal muammo bo'ldi. Xo'p, keyingi masalalar shu bilan shu tartibda ishlanar ekan. Bo'ladi boshida. Demak, darsimizni shu yerda yakunlasak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.